Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, qadrdonlar, yaqinlar, birodarlar, hammanglar yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Xo'p, musofirdagi do'stlarimizga alohida salomimizni yetkazamiz. Yaxshi ishlab, xudo xolasa eson-omon uylariga qaytishinglarni, Alloh panohida bo'lishingizni so'rab qolamiz. Do'stlar, bugun lokatsiyamiz o'zgargani yo'q. 9-noyabr Namangan mashina bozoridan sizlar so'ragan mashinalarni narx-navosini bilib, sizlar uchun ko'rsatib ketishga qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Do'stlar, har doimgidek gap, o'sha an'ana, videoga like bosing, obuna bo'ling, kommentariy yozib qoldiring, faqat yaxshi chiroyli gaplar, negativlar kerak emas. Xo'p, ko'rmaganlarga ko'rsatishga yordam bering. Ya'ni bu podelitsiya qilib, videoni ulashib do'stlarga. Qolgan gap so'zlarni video davomida gaplashaveramiz. Biz asta-sekin boshlab olsak, qolgani bo'laveradi do'stlar. Maroqli hordiq tilaymiz. O'zinglar ehtiyot qilinglar. Sog' bo'linglar. Wheels spinning on the blacktop night, neon signs in the city lights. Xo'p, do'stlar, birinchi Spark qatoriga o'tdik. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib obzor qilishga harakat qilamiz. Xo'p, birinchi mashinamiz Spark mokriy asfalt rangda. Yili 2017-yil. Shumkalari bor do'stlar. Probegi 145 ming. Ichki holatini ko'rsatishga harakat qilamiz. Juda ham a'lo, ideal ko'rinishda. Salonda qirilgan, kamchilik, nuqsonlarni ko'rganim yo'q. Bunda men qo'ldan kelgancha chiroyli syomka qilyapmiz. Mashina holati aytilganda yaxshi ko'rinishda. Ikkita deflektor o'rnatib qo'yilgan, avtomat korobkaligini aytib qo'yay, esimdan chiqmasdan, mashina avtomatda. Xo'p, orqa eshigida bir qarich kraskasi bor ekan do'stlar, uncha bilinmaydi. Puliga keladigan bo'lsak, 7800 so'ralyapti va kamiga o'tib beriladigan joylari bor. Telefon raqam 91 353 0002. Do'stlar, bunda barter bor. Nexia 3 mashinasi bilan barter qilamiz. Deyishyapti egara bilan gaplashganimizda. Qo'shimcha ichki jihozini ko'rsatib qo'yay, mashinaning motor qismini deyman. Xo'p. Aytib ketaveraman. Tak, metani bor do'stlar. 4 ta Cobalt diska balon, shumkalari bor. Deflektorni aytdim. Juda ham chiroyli holatda do'stlar. Telefon raqam yana bir takrorlab o'tay, 91 353 0002. Do'stlar, navbatdagi oq rangli Sparkimiz yili 2019, yurgan 269 ming. Probegi 118 ming. Kraskasi top-toza deyapti egalari. Xohlagancha ustinglarga kelib tekshirib olishinglar mumkin deyapti. Xo'p, mashina ichki holati yaxshi. Ko'p mashinada mana bu yerda chizilgan joylari bo'ladi. Ya bu mashinada ko'rganimiz yo'q. Deflektorlar qoraytirilgan. Tak, mashina mexanikada aytib o'tish joiz. Tak, qirilgan, chizilgan, boshqa ayb nuqsonlar ko'rganim yo'q. Salafallari turibdi mashinada. Tak, boshqa unaqa kamchilik ko'rganim yo'q. Puli 7300 deyilyapti. Kamiga o'tib beramiz degan joylari ham bor ekan do'stlar. Telefon raqam 91 353 0002. Barter, bunda ham Nexia 3 mashinalari bilan qilsak bo'ladi, gaplashamiz deyapti. Bunda nima deyishdi? Tak, bunda ham shumkalari bor deyapti. Tak, Magicar pulti ham bor ekan, qo'shimcha qo'yilgan ishlari. Yana egasi bilan gaplashsanglar aytib beradi. Biz ma'lumotni olgancha, qo'ldan kelgancha bilganimiz shu. Ichki motor qismini ko'rsatishga harakat qilamiz. Do'stlar, yana bir gapda, hozir kommentariyada o'qib qolyapman, mashinada o'tirib ma'lumot berganmi? Ko'pchilik, ya'ni ko'pchilik emas, ayrimlar buni. Ko'pchilik desam to'g'ri kelmaydi. Ayrim shu negativchilar boshqacha tushunibdi. Negativchi yaxshilab eshitib olganda, o'tirib obzor qilganim tashqarida bo'layotgan shovqinni to'sib turadi-da. O'tirib obzor qilinsa, tashqaridagi shovqin bo'lmaydi. Ichkari tinchgina ana shu ko'rayotgan ma'lumot oladigan bir foydalanuvchi, tomoshabin uchun qulaylik maqsadida o'tirib obzor qilyapmiz. Misol uchun hech qanaqa bir nima emas, nima deydi? Hamma mashina misol uchun bizniki emas.
bir tanishimiz emas. Просто o'tirib, chiroyli qilib, shovqindan xoli bo'lib, sizlarga chiroyli, manfaatli ma'lumot yetkazish bo'lyapti xolos. Xo'p, do'stlar, mokriy asfalt sparklarimiz ko'proq ekan bu bozorda. Xo'p, obzor qilishga harakat qilamiz. Yili 2019, probegi 151 ming sparkimiz. Xudo xolasa, kraskalari toza deyapti, ozgina petnolari bor ekan. Xo'p, qo'shimcha navrot aytib ketaylik. MERS rul, deflektorlar, test monitor, pultlari bor. Xo'p, yana nima? Mashinada qirilgan, chizilgan, boshqa ayb nuqsonlar ko'rganimiz yo'q. Mashina mexanikada. Tak. Kunini 7100 deyilyapti va barakasiga o'tib beriladigan joylari bor. Telefon raqam 90lik 599 31 55 do'stlar. Barter har qanday Devo mashinalari bilan amalga oshiriladi. 4-pokoleniya metani bor, aytilgandek. Yana nima? Qo'shimcha qilingan ishlari, archa yumshoq balon qo'yilgan. Yaxshi chexol, evakor kovriklari bilan tashlab qo'yilgan do'stlar. Hozir motor qismini qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tamiz. Navbatdagi Sparkimiz yili 2013-yil ishlab chiqarilgan, probeg 187 ming. Kraskalari toza deb aytilyapti. Xo'p, pulini 6 ming so'm chiroyli qilib kelishtirib qo'ydik do'stlar. Ichki holati bunda qirilgan, chizilgan, nuqsonlarni ko'rganim yo'q. Mashina mexanikada. Qo'shimcha jihozlari yo'q. O'zini holatida. Barter bunda ham har qanday Devo mashinalar bilan amalga oshiriladi. 4-pokoleniya. Tak. Yo'q, bunda barterni aytdim har qanday Devo mashinada. Metan bor ekan, metan oddiysidan. Telefon raqam 90lik 599 31 55 do'stlar. Qo'ldan kelgancha tez-tez gapirib o'tishga harakat qilyapman. Endi sizlar uchun sal qiziqtirib, chiroyli qilib, u yoqdan, bu yoqdan endi gapirib qo'yadigan bo'lsak, ko'p gapirib o'ryapsan deyapsizlar. Endi ayrimlar, hamma ham emas. Endi kimga qanaqa bilmadim-u. Endi chiroyli qilib video chiqarishga harakat qilamiz. Bu aynan sizlar uchun do'stlar. Mashina ichki holati, o'shaning uchun qisqaroq qilishga harakat qilamiz. Navbatdagi mashinamiz 2018-yil ishlab chiqarilgan, probeg 134 ming do'stlar. Kraskasi bu tomonda yon kriloda bor ekan, hozir uni ham ko'rsatib o'tamiz. Puli 7 ming so'ralyapti, kamiga bor. Kamiga o'tib beriladigan joylari bor. Xo'p, mashina mexanikada, mashinani o'zini zavodda ishlab chiqarilgan qismlari bilan hech qanday o'zgarishlari yo'q. Bunda ham urinib qolgan, ishlanib qolgan, qirilib qolgan joylarni ko'rganim yo'q do'stlar. Xo'p, barter bor, aytilgandek har qanday Devo mashinalari bilan. Metani bor ekan, telefon raqam 90lik 590 31 55. Do'stlar, tez-tez iloji boricha obzor qilib o'tishga harakat qilyapman. Va aynan shu negativchilar uchun-da ko'p gapiryapsiz deganlar uchun. Ko'p gapirsang, ko'p gapirding deydi. Endi odamzodga nima deydi, hali ko'ngliga birdek yoqib bo'lmas ekanda. Do'stlar, navbatdagi Spark mashinamizni yil 2012-yildan topib qo'ydik. 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Hop, ichki holatini bir chiroyli qilib ko'rsatamiz. Qirilgan, chizilgan, ayb nuqson ko'rganimiz yo'q. Ichki jihozlar o'ziniki, test monitor o'rnatib qo'yilgan. Mashina aytib o'tish kerak mexanikada. Tak. Qo'liklari bor ekan, o'ziniki. Xo'p, endi kraskasi bir qarach petnosi bor ekan, ko'rsatib o'tamiz. Probegi 460 ming.
Xo'p, puli ama 4900 deyishyapti, lekin gaplashsanglar, chiroyli qilib murosa qilsanglar bundan ham o'tib berishadi. Biz 4900 ga gaplashib qo'ydik qo'ldan kelgancha do'stlar. Metani bor ekan, Magic pult. Kolonkalari bor ekan buni ham do'stlar. Qo'shimcha kolonkasi aytdim. Motor qismida ko'rsatyapmiz. Telefon raqam 94 167 88 88. Mashina yaxshi ko'rinishda. Puli ham hamyonbop. So'raganlar uchun ayni shu variant ma'qul deb bilaman. Do'stlar, shu har doimgidek neobычный narsalarni yaxshi ko'ramiz. Aynan sizlar uchun ilinamiz. Bordoviy svetdagi Spark topdik. Yil 2018. Kraskalari toza deyapti. Ichki jihozlari, deflektorlarni boshqachalardan almashtirib qo'ygan. Ichki qismi haligi отражательный светной ekan. Bu tomoni ko'k ekan. Almashib turar ekan. RGB svet deydimi? Monitor bor. Mashina avtomatda. Qirilgan, chizilgan, boshqa bir nuqson kamchilikni ko'rganimiz yo'q. Xo'p, kraskalarini toza aytdik. Puli 8000 deyishyapti do'stlar. To'g'risi bizga biroz qimmatroqqa tuyulyapti. Ko'pchiligini olishinglar mumkin, biroz emas, anchagina deyishinglar mumkin. Salgina qimmatligini sezdik do'stlar. Mayli, telefon qilib gaplashsanglar, murosa qilsanglar, xudo xolasa kelishtirib berishadi. Telefonlashamiz, oladigan odam bo'lsa gaplashamiz deyapti. 90 214 85 00 do'stlar. Mashina benzinda, 4 ta Cobalt diska ballonlari bor, barter har qanday Devo mashinalariga. Navbatdagi mashinamizda yili 2015-yil ekan. Probegi 174 ming, kraskalari toza deyapti egalari. Pulga keladigan bo'lsak 6200, barakasiga o'tib beriladigan joylari bor ekan. Telefon raqam 94 167 88 88 90 214 85 00. Do'stlar, mashina mexanikada, salonda o'zgarishsiz. Tak, mana bu ko'rsatuvda jinni dars ketgan yeri bor ekan. Borni aytish kerak. Tepa pol, anaqa pol deyman-a, patologiya Alicantaraga o'xshayapti. Alicantara qilingan ekan. Hop, kraskalari hozir ko'rsatamiz. 2 kreloni uchida petnosi bor ekan. Hop, mashina metanda. Qolgan biz tomonidan aytilmay qolgan kamchiliklar bo'lsa, egalari bilan gaplashib, so'rab olishinglar mumkin do'stlar. Qo'ldan kelgancha so'rab, ma'lumot olib, sizlarga yetkazishga harakat qilamiz do'stlar. Ayollar ko'proq so'raydi-da, bunaqa svetdagilarni. Qizil rangidan ko'rsating, bordoviy rangidan ko'rsating deb qizilidan topib qo'ydik. Ayol obunachilarimiz uchun. Tak, yil 2013-yil. Mashina avtomatda. Mashina yaxshi holatda. Nima deydi? Rulga chexol kiygizilgan, torpedkaga nimasi bor, poliga bor. Bar o'rnatib qo'yilgan. 145 ming aytdim probegini, kraskalari toza deyapti egalari. Xo'p, puli 5500 va barakasiga o'tib beriladigan joylari bor ekan. Barter bor ekan do'stlar, Devo mashinalar bilan gaplashasizlar egalari bilan. Xo'p, telefon raqam 99 398 69 97. Keyin mashina benzinda do'stlar. Mashina endi yiliga nisbatan yaxshi holatda. Endi mashina 2013-yil ishlab chiqargan, lekin juda ham yaxshi ko'rinishda turibdi. Do'stlar, hamyonbop, cho'ntakbop Sparklarda ko'rsatishda davom etamiz. 2013-yil, 10-yil ishlab chiqarilgan
Mashinamiz probegi 247 ming, narxiga qiziqing, narxi 5 ming so'm va barakasiga o'tib beriladigan joylari bor ekan. Mashina mexanikada do'stlar, ozgina shu yerda nima bo'lganmi? Shunaqa bo'lsa kerak rechaklari. Mm, Holat yaxshi, yana bir qator yog'ga qarab qo'yiladi. Lekin yomon holatda emas mashina. Tak, telefon raqam esdan chiqmasdan aytib o'tamiz. 99 398 69 97 barteri bor. Levo mashinalarga. Bunda metani bor ekan do'stlar. Yomon emas mashina. 2010-yil, necha yil bo'ladi? 15 yilli mashina. Yomon emas. Ozgina nimasiga sipleniya qismini sinib qolgan ekan, almashtirib qo'yilishi kerak ekan. Egalar bilan gaplashsanglar, barakasiga o'tib beriladigan joyida mashina ham sizlar bo'ladi. Qolgan yerlari juda ham yaxshi.